Qasım Amin Kashgari. Saudiya Arabistondagi birinchi avlod Uyg'ur mo'tavarlarining bayroqdorlaridan biri bo'lgan Muhammad Qasım Amin Hijriya 1349-yili Rajab oyining 4-kuni, milodiya 1930-yili 22 noyabr Sharqiy Turkistondagi Qashqarda tug'ilgan. U boshlang'ich saviya ma'rifini Qashqarda tamomlagan. 1937-yili 2 aprel Qashqardagi Milliy ma'rifat harakatining yagona qo'llovchisi general Mahmud Muhiti Qashqardan Hindistonga qochib chiqishga majbur bo'lgandan keyin Qashqar vaziyati jiddiylashib ketgan. Shu yilning oxirigacha chegara atlab Jiroq Qashqarga tanki qismi kirgizgan Sovet Qizil armiyasi Tarim vodisidagi Uyg'ur milliy mustaqillik harakatini qonliq bostirgandan keyin Qashqar va Xotan tavasi Jallod Shingsayning qonliq jangiliga tushib ketgan. 3 yillik vahimalik va mamatlik paytlardan keyin Shingsay Stalindan ochiq oshkor yuz o'rib Qashqar va Xotandagi Sovet tarafdorlarini tutqun qilishga boshlaganda zo'r bir turkum Uyg'ur mo'tavarlari Jallod Shingsay Qashqardagi vaziyatni to'liq tizginlashdan burun Qirg'iziston va Tojikistonga qochib chiqib Sovet ittifoqida panohlangan. Yana bir turkum oz sondagi kishilar Ladakh yo'li bilan Buyuk Britaniyaga qarashli Hindistonga chiqib ketgan. Muhammad Qasımning dadasi bu fursatni ching tutib, kichik o'g'lini elib Ladakh yo'li bilan Kashmirga qochib chiqqan. Yosh Muhammad Qasım Amin bu qitimqi jafoliq safarining ona vatanidan mangulik ayrilib qolishdan derak beradiganligini o'ylabmi baxmagan edi. U Kashmirga yetib kelishi bilanla dadasi uni Hindistondagi oliy bilim yurtiga o'qishga bergan. Ular bu jarayonda 2 asrlik Angliya ishg'oliyatida qolgan Hindiston xalqining milliy ozodlik kurashlarining g'alaba qilganligini o'z ko'zi bilan ko'rib, ona vatani Sharqiy Turkistonning pat arada uzul kesil mustaqil bo'lishini umid qilishgan. U o'qish bitirgandan keyin Hindiston vaziyati birdilla jiddiylashib ketgan. 1947-yili mustaqillikka erishgan bir butun Hindiston xalqi diniy e'tiqodi bo'yicha o'z ichida Hindiston va Pokiston deb ikki davlatni qurgandan keyin yosh Muhammad Qasım va dadasi hozirgi Pokistonning eng cho'ng shahri Karachida o'ltiraqlashgan. Ular aslida 1944-yili 12 noyabr G'uljida qurilgan Ozod Sharqiy Turkiston hukumatining milliy armiyasi Qashqarni ozod qilgan xo'sh xabarni anglashga zor bo'lib, 5 yildan beri har kuni degudek ona vataniga qaytish uchun toqatsizlik bilan kun sanab kutayotgan edi. To'limu afsus, 1949-yili Xitoy kommunistlarining Sharqiy Turkistonga kirganligini bilgandan keyin ona vataniga qaytishdan yaltiyib qolishgan. Ammo bu mezgilda ona vataniga qaytish uchun chet eldagi rohat farog'atlik hayotdan voz kechgan azmatlarmi bo'lgan. Buyuk alloma Abduxebir Damulla Hojim ana shular ichidagi vakil xarakterlik kishi edi. Muhammad Qasım Amin Hojining bir qism Turkiston azmatlarini qisqacha tunutish nomli zo'r hajmli kitobida aytishicha, Abduxebir Damulla Hojim vatanga qaytish uchun Saudiya Arabistondan Pokistonga kelganda ota-bola Muhammad Qasımlar bilan uchrashib qolgan. Ular marhumga xatarlik paytda vatanga qaytmaslik haqida ko'p qitim yolurgan bo'lsa-mu, ammo Abduxebir Damulla Hojim o'z fikrida ching turib, ona yurti Turponga qaytib ketgan. Ota-bola Muhammad Qasımlar shu qitimliq ayrilishdan keyin 1950-yilning 5-ida Saudiya Arabistonga ko'chib ketgan. Darvaqa 1949-yilning keyingi 20-da nurg'unlagan sirliq kelishimlar va yang ichidagi maxfiy suhbatlar orqali bepoyon Sharqiy Turkiston tuprog'i shu yili 1-oktyabr Gomindangni Tayvanga qo'g'lab etib kommunistik davlat qurgan Qizil Xitoylarning qo'liga tashlab berilgan. Buningga norozi bo'lgan Uyg'ur mo'tavarlari shu yilning oxiri basbasda Kashmir orqali Hindistonga qochib chiqishga boshlagan. Yana bir qism Uyg'ur qozoq muhojirlar Tibet orqali Hindistonga qochib chiqqan.
Natijada ulardan barcha ma'lumotga erishgan Hindistondagi Uyg'ur musofirlar basbasda texmi jiroqdagi Saudiya Arabiston va Turkiya qatorliq ellarga ko'chib ketishga boshlagan. Muhammad Qosim Amin va uning dadisimi shu qitimqi do'lqinda Saudiya Arabistonga ko'chib kelib, shu yerdagi tunji avlod Uyg'ur muhojirlar qatoridan o'rin olgan. Hijriya 1369-yili, milodiya 1950-yili ishga haramga ko'chib kelgan Muhammad Qosim Makka Mukarramdagi Falloh maktablariga o'qishga kirgan va haram masjidida har turli dars kurslariga qatnashgan. U dastlabda bir mezgil tijorat qilgan. Keyincha Saudiya Arabiston radiosi Turkiston bo'limida ishlagan. U bu jarayonda Bilal va Okaz gazetlarida izchil maqola e'lon qilib, 1949-yildan boshlab Xitoylar tarafidan ishg'ol qilingan Sharqiy Turkiston masalasini arab xalqiga tonutish va xalqaralashtirishda g'olliq rol o'ynagan. Muhammad Qosim Amin muhojiratdagi hayotini butunlay Sharqiy Turkiston masalasiga bag'ishlagan va bir qism muhim Uyg'urcha kitoblarni arabchaga va bir qism nopozliq arabcha kitoblarni Uyg'ur tiliga tarjima qilgan. Alayliq u Yusuf Qas Hojibning Qutadg'u bilik nomli asri va Muhammad Amin Bug'ra apandining Sharqiy Turkiston tarixi nomli kitobi bilan Sharqiy Turkistondagi ozodlik va mustamlikchilik o'tirisidagi kurash nomli asrini arabchaga tarjima qilgan. Abul Hasan Nadaviyning Muhammad alayhissalomning qisqacha tarjimaholi degan arabcha kitobi bilan Ahmad Hadiyning Islomdagi ibodatlar nomli arabcha kitobini Uyg'urchaga tarjima qilgan. Undan boshqa u yana o'z oldiga bir yurish asarlarini yozgan bo'lib, bu asarlar asosan arabcha yozilgan. Bulardan ta'siri eng zo'r bo'lgani bir qism Turkiston azmatlarini qisqacha tunishtirish nomli kitob bo'lib, mazkur kitobda Imom Buxoriydan toki avtorning davrigacha bo'lgan 11 asrlik uzoq tarixiy jarayonda Markaziy Osiyoda yashab o'tgan nurg'un Uyg'ur xaqon sultonlar, Uyg'ur ulamolar, Uyg'ur davlat arboblari va sanoqsiz mashhur shaxslarning qisqacha tarjima holi berilgan bo'lib, 19 va 20 asrdagi bir qism nomi ham ish izlari paydin-pay unutilib ketayotgan Uyg'ur mo'tavarlarini tunishtirishdagi eng qimmatli birinchi qo'l manba bo'lib hisoblanadi. Mazkur kitobga doktor Abduqodir Tosh beg'ishlimi yozib bergan bo'lib, avtor bu kitobdagi minglagan g'olliq mashhur kishilarning qisqacha tarjima holini qanchalik jafoda qandoq to'plab chiqqanligini muqaddima qismida tafsiliy bayon qilgan. Undan boshqa avtorning sultonlar davri va hozirgi zamondagi Sharqiy Turkiston, Jiroq o'tmishdagi va hozirgi zamonimizdagi Buyuk Turkiston nomli arabcha asarlarimi bor bo'lib, yuqorqi ikki kitobmi Uyg'ur xalqi va Sharqiy Turkiston haqida chet elda Uyg'urlar tarafidan arabcha yozilib nashr qilingan sanoqli muhim manbalardan biri bo'lib hisoblanadi. 2013-yili avtorning She'rlar divoni nomli she'riy kitobi nashr qilingan bo'lib, bu to'plamda avtorning umr bo'yi xotira qoldirib mangan she'rlari arabcha, Uyg'urcha va o'zbekcha yoziqlarda birga berilgan. U butun umrini Makkadagi Haram masjididan ancha jiroqda bo'lmagan Misfala rayonining Kankariya mahallasiga joylashgan oddiy va xilvat shaxsiy kutubxonasida o'tkazgan edi. Uning xilvat kutubxonasining eshigi har bir ziyoratchiga ochiq edi. U har doim bu kutubxonada ona vatanidan ziyoratga yetib kelgan hojilar va boshqa chet ellik har qaysi soha zotlari bilan suhbatlashib fikr almashtirish va xotira qoldirish bilan o'tkazgan edi. Uni mahallasi ichidagi chet elliklar Qashqarlik hoji degan nom bilan taniydi. U vatanini bakla yaxshi ko'radi. Uning eng cho'ng orzusi Sharqiy Turkistonning Yavuz Xitoyning ishg'oliyatidan qutulganligini ko'rish edi. To'limi afsus. Hijriya 1442-yili Rabiul Avval 3-oyning 27-kuni, milodiya 2020-yili 11-oyning 13-kuni Juma. Shayx Muhammad Qosim Amin Koshig'ari milodiya bo'yicha hisoblaganda to'p-to'g'ri 90 yoshida, hijriya bo'yicha bo'lganda 93 yoshida Makka Mukarramda vafot bo'lib,
shu joydagi Mailat mazırga depni qilindi. Xitoy virusi tufayli hamma odam o'yga so'langan. Hatto tarixdan buyon tavobchilar va namozxonlar uzilib qolmagan Makkadagi haram masjidimi bo'shab qolgan paytlarda Saudiya Arabistondagi eng nopozliq Uyg'ur mo'taviri va qalamkash Shayx Muhammad Qosim Amin dag'dug'siz va erkin dunyoning boshqa joylaridagi Uyg'urlarning nazaridan saqit bo'lgan holda bizdan ayrildi.